Assalomu alaykum. Spark Motion pechkan salonga ketib qolibdi. O'sha yangi keldi, qo'yib beramiz. Sonra salonga chatoq qo'ygan. Ancha soqirgan. Shuni salonga qo'yib beramiz. Hozir salonga keldi. Kattaroq salon bo'ladi, mana bu. Salonda kichkinasi bu, kattaroq bu mana. Mana ingichkaroq bu. Shirokroq bu. Biz shirokroq kelishni qo'yamiz. Bundan qo'yilgan, yaxshi ishlamagan. O yaxshisidan qo'yib, xudo xolasa pechkani salonga suv, antir suv oqimiga qo'yib beramiz. Sparkni mana pechkani jo'ja qo'yib oldik. Mana pechkani bir tozalab berdik. Karcha bilan buni salonga qo'yamiz. Ko'rmadi. Apparatimizni issiqga tushirib beramiz. Mana ikki turba ham isib kelyapti. Pechgacha mana uzoq qizyapti. Hammasini chiroq o'rnatdik. Xizmatda bo'yicha aloqalarda kelarasizlar. Xudo xolasa, mashina tayyor. O'rtog'imiz ko'p qiynaldi salonlik masalasida, chunki salonlikda bir-ikki marta ingichkasini qo'yganlar, ancha soqir olgan ichkari. Mana hozir qish oldi, baribir tayyorga ko'rish kerak. Baribir havo sovuq tushyapti, endi undan beri pechkani sozlab taqlab qo'yasizlar. Xudo xolasa qishda mazza qilib issiqni pechkada yurasizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Hammani ishi Xudo baraka bersin, sog' bo'linglar. Bizga ko'tasib o'tinglar. Biza Xudo xolasa ishimizni ularga ishlarida chiroq beramiz. Sog' bo'linglar.